Insoniyatning ilk hikoyasi zulmatdan qo'rquv bilan boshlandi. Olov topildi. Bu tafakkurning ilk chaqnashi edi. Lekin tabiat kuchli edi. O'sha davrda yagona kuch qo'ldagi tosh qurol edi. Hayot faqat qochishdan iborat edi. Keyin mo'jiza yuz berdi. Qo'rquv o'rniga savol paydo bo'ldi. G'or devoridagi birinchi surat g'oyaning tug'ilish lahzasi edi. Inson fikrni toshdan ajratdi. Nil bo'ylarida belgilar tilga kirdi. Bilim endi avlodlarga yetkazish san'ati bo'ldi. Aql davri boshlandi. Afinaliklar savol berishni o'rgandi. Falsafa insonga berilgan eng buyuk qurol bo'ldi. Uzoq sharqda bilim qanot chiqardi. Qog'oz ixtiro qilindi. Bilim ommaga tarqalishi mumkin edi. Jaholat insonni ta'qib etdi. Qadimgi kuchning qonuni tiklandi. Yovuzlik doimo hukmronlikka intildi. Lekin ilm chekinmadi. Kutubxonalar fikrlarni himoya qildi. Bilimni saqlash insoniyatning yagona qutqaruvchisidir. Zulmat qaytgan chog'da bizning zaminda jadidlar uyg'ondi. Ular ma'rifat bilan millatni qayta tikladi. Bugun bu nurli yo'l sizning qo'lingizda. Ilm bu kelajak saroyiga yo'l. Kitob o'qigan har bir yosh millat umididir.